20 metrgacha bez ustun yopib beramiz deyapti usta akalarimiz. Eni 11, uzunligi 75 metr. 75 metr. 9 yil davomida o'zimni ish jarayonida olib borgan ishlarim, qurib bergan joylarim 20 metrgacha qurib bergan. Katta to'yxonalarga, katta skalatlarga, 20 metrdan oshiq bo'lgan joylarga, plus minusiga qurib berganmiz. Hozirgacha turibdi. Xo'p, konteyner profil dedim. Shuni boshqa profildan nima farq qilishini ham bir tushuntirib ketsangiz. Bir tarafi selli butun bo'ladi, bir tarafida sti bo'ladi. Bozorda profilni olsangiz, selli aylanasiga sti bo'lgani uchun yuk tushganda shu yerdan qo'yib yuborish mumkin. Ushbu ko'rib turgan joyimizda do'stlar, vodiylik akalarimiz 10 kundan oshiqroq vaqt ichida 4 kishi bitiribdi mana shu joyda. Xo'p, buni ma'lumotini beradigan bo'lsam, 20 metrgacha bez ustun yopib beramiz deyapti usta akalarimiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimdek kanal admini Jahongir. Hozirgi videomiz tom yopish xizmatlari, bu necha pulga tushadi, narxlari qanaqa bo'ladi, shu haqida ma'lumotlarni beramiz. Bizga konteyner profil deyishdi bu joy mahsulotini. Boshqa profildan nima farqi bor, shuni ham so'rab ketamiz do'stlar. Video oldidan eslatib o'tamiz, likelarni bosib qo'yinglar. Kanalga mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Xo'p, bizga Islombek akamiz yordam beradi. Assalomu alaykum yana bir bor. Assalomu alaykum. Charchamasdan aka. Xo'p, bir boshdan ma'lumotlarni berib ketaverasiz. Qancha bo'ldi ishlayotganingizga bu sohaga? Xudo xolasa bu soha bilan ishlayotganimizga 9 yil bo'ldi. 9 yil, 2015 15-yil. yil boshlagansiz. Xo'p, qanaqa bu ota kasbmi yo? Yo'q, endi o'zimizni akalarimiz orqasidan yurib, shu sohada yurgan akalarimiz orqasida yurib, o'rganib, o'zimizdan mustaqil bir ish olib boryapmiz, xudo xolasa. Keyin mana bu joyda hozir 10 kundan oshiqroq vaqt ketdi dedim. Necha kvadrat bu joy? Bu joyimiz 11 ga 75, 850 kvadratga borib bormaydi. Xo'p. Eni 11, uzunligi 75 metr. 75 metr. Videoda aytib ketdim 20 metrgacha bez ustun bo'ladi deb. Aniqmi bu narsa? Aniq. Qilgansizlar. O'zimiz misol mana 9 yil davomida o'zimni ish jarayonida olib borgan ishlarim, qurib bergan joylarim 20 metrgacha qurib bergan. 20 metrgacha. Katta to'yxonalarga, katta skalatlarga, 20 metrdan oshiq bo'lgan joylarga, plus minusiga qurib berganmiz. Hozirgacha turibdi. Demak, masalan, sun'iy poliyalar ustini ham birdan yopib tashlasa bo'lar ekanda, katta. Ustunsiz. Kattaligi mini stadionlar bor. Mini stadionlarni yopsa bo'ladi. O'zimizni oddiy uylarimizni tomlarini yopsa bo'ladi. Mana namunali uylar bor, kottejlar, davlat tomonidan qurib berilganlar. Shu narsani bez ustun qurib beramiz, shu materialimizdan. Xo'p, konteyner profil dedim. Shuni boshqa profildan nima farq qilishini ham bir tushuntirib ketsangiz. Xo'p, yengilmi u? Bu o'zini mana hozir ko'ramiz. Konteyner profilimiz mana shu holatda bo'ladi. O'zi aslida mana yakkaligi uzunligi 2.60 dan 2.30 santimetrgacha bo'ladi. Xo'p, bizi materialimizni mustahkamligi mana shu joyda. Bir tarafi selli butun bo'ladi, bir tarafida sti bo'ladi. Bozorda profilni olsangiz, selli aylanasiga sti bo'lgani uchun yuk tushganda shu yerdan qo'yib yuborish mumkin. Hozir bu necha metrgacha davom etar ekan? Bu 20 metrgacha to'qsiz bo'laveradi, dash ketaveradi. Steksiz bo'ladi, hech qilib ikkita stek bitta joyga tushib qolmaydi, ha? Bitta stek misol aylanasiga o'tmaydi-da, bu taraf butun bo'ladi. Bu tarafida yarmida sivyaska bo'ladi. Shu tarzda to'qiladi bo'lmasam, ha? Ustalarimiz shu naqada to'qib ketaveradi. Endi bu narsani sizga qayerdan topib beradi? Shuni aytib ketsangiz. Xo'p, o'zimiz vodiydan asakamizdan olib kelamiz. Hamma materiallari, hamma ustasi, muammosi, bosh og'rig'i o'zimizda bo'ladi. Bizga klientimiz o'zini joyini aytsa, tushuntirsa, shunga qarab hisob-kitob qilib beramiz. Misol mahsulotimizni vodiydan olib kelishimiz, misol 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Xo'p. Qanaqa muammo bo'lsa o'zimiz yechamiz. Bizga faqatgina elektr to'ki beradi, yotoq joy beradi. Oziq-ovqat bilan ta'minlab qo'ysa bo'ldi. Demak, hamma mahsuloti o'zlaringiz bilan keladi. O'zimizdan. Xo'p, bu narsaga sizga zakaz bergan odam bosh og'ritib yotmaydi. Qayerdan topaman, necha puldan gaplashaman?
Unaqa narsalar ovora bo'lmaydi. Sizlarga yotishga joy, oziq-ovqat, elektr toki bersa bo'ldi, tamom, ishni bitirib tashlaysizlar. Elektr tokini ham hozirda 220 volt ishlaydigan apparatlarimiz bor. Mini apparatlarimiz. Svarka qiladi, bolgarka, shunga o'xshagan narsalar. Oldingi zamonda egalari katta apparatlar yo'q hozir. Ha. Muammo bo'lmaydi svetda. Misol haligi svetda lipillashlari bor, ko'pchilikda haligi muammo bo'ladi-ku. Qo'shnilari, boshqasi shikoyat qilishi mumkin. Bizda svarka apparatlarimizda shikoyat bo'lmaydi. Shikoyat yo'q. Ko'p tok unaqa yo'q, yemaydi. Sarflanmaydi. Sarflanmaydi. Xo'p, mana bu yonboshda nima tushgan bu? Hozir frontonimiz ketyapti, davom etyapti. Ozgina qolgan. Pashti bitib qoldi. Xo'p, buni tagidan u bir narsa qilaman desa, qanaqa bir ulardan qilib ketaverasizlarmi? Qo'shimcha? Hozir mana shu holatni qarang aka. O'zimman so'ramoqchi bo'lgan narsam, ishlaringiz nimadan iborat? Hozir keldilaringiz, mana ochiq joy, pulli ishlarga nima kiradi? Bonus qanaqa narsalar qilib berasizlar bonus? Xo'p. Bonusiga birinchi qarang, pulli ishingizni ayting birinchi. Pulli ish. Ha. Qiladigan ishlaringiz. Bizga endi ustun sarrofini qilamiz. Mana bu narsalar. Ustuni, tepadagi xorisi, fermasi, mo tepadagi tunikasini qotirib berish xizmati bonus. Bonus. Shifr bo'lsa-chi? Shifr bo'lsa ham qotirib beramiz. Shifrdan ko'taraveram, shifr og'ir. Bemalol ko'taradi. Shifrdan 20 metrgacha. Har bitta firmamiz 500 kilo yuk ko'taradi. 500 kilo. Xo'p. Tepadagi tunikami, shifrmi bonusga yopib berilar ekan. Faqat materialni olib kelib bersalaringiz bo'ldi. Ichidagi mana bu suyak, skelet deydi-ku endi, dehqoncha aytaman. Karkazi tushuntiraman. Mana shu narsalar usta akalarimiz xizmati. Ko'tarib 20 metrgacha bez ustun yopib berish. Undan tashqari yana qanaqa bonuslaringiz bo'ladi? Xudo xolasa, hozirda materiallarimiz sal narx tushib qoldi. Oldinlari 27 milliondan namunali uylarni tomini yopib berardi bez ustun. Hozir 25 milliondan qilib beramiz. 25 milliondan bitkazib beramiz. Endi narx-navoga kelib qolibmiz. Narx-navo qanaqa metr kvadratga hisoblanadimi yo metr kvadrat? Qanchadan metr kvadrati? Xo'p. Mana shu holat ko'rinishi, ustuni, xorisi, tepadagi firmasi tayyorlanishi 160 ming so'mdan bo'ldi. Hozir shu turishi 160 ming so'mdan. 1 metr kvadrati 160 ming so'mdan. Narx-navo nimani hisobiga o'sadi yoki qimmatlashi shunaqa? Narx-navoni hozir arzonroq qilsak ham bo'ladi buni? Bo'ladi. Chunki mana devorni ko'ryapsiz. Devori past. Agar devori baland bo'lib, sesma quyilgan bo'lsa, faqat firmani o'zi tayyorlanadigan bo'lsa, narx arzonlanadi. Ikki taraf tayyor bo'lsa demoqchisiz. Tayyor bo'lsa arzonlaydi. Ha, materialni sifatsizini olib qo'yib ketish yo'q unaqa. Yo'q aka. Arzon material ishlatilmaydi. Bizda faqat sifat bo'yicha ish qilamiz. Bizga halollik birinchi o'rinda. Demak, eng arzon necha pul kvadrat metri? Ustunsiz bo'ladi endi shunda sizlar. 130 ming so'mdan 200 minggacha ketaveradi. 130 mingdan 200 minggacha. Endi balandligi qancha ko'tarib berasizlar? Shuni ham balandligi 10 metrgacha ko'taraveramiz. 10 metrgacha. Bu yoq 20 metr, uzunligi kilometr farqi yo'q. Farqi yo'q uni. Ketaveradi. Eng darvozaxonaning tepasi endi kichkina kvadrat joylar. Necha kvadratgacha o'zi borasizlar viloyatlarga? Xo'p. 200 kvadrat, 100 kvadrat shu atrofda. 100 kvadrat kamida. Eng kami 100 kvadrat deylik. Tushunarli. Do'stlar, eng kam 100 kvadrat bo'lsa, 12 ta viloyatga ham borib ishlarni bitirib beriladi. Misol uchun yangi qurilayotgan namunali uylar. Bir tarafi ochiq, darvozaxonaning tepasi. Yopamiz desa, u necha kvadrat bo'lib qoladi o'sha? Xo'p. 130, 135 kvadrat bo'lishi kerak, adashmasam. Chunki 8 ga 16 metr bo'ladi. Qo'shnisi bo'lsa, qo'shnisi bilan birgalikda olib borsa ham bo'laveradi. To'g'ri. 230, 200 kvadratdan oshadi shunda. Shunaqa. O'shanda akalarga chaqirib, bemalol mana shunaqa xizmatlardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Vaqtlari qancha ketyapti, shuni ham aytib ketsangiz. Xo'p, namunali uylarga 4 kun, 5 kunda bitkazib beramiz. 4 kun, 5 kun. Qolgan joylarga 500 kvadrat joylarga qancha bo'ladi? Bizni ishda asosan tez bo'ladi deyman. Vaqtni misol cho'zib borish yo'q.
Bizni har bitta ustamiz o'zi ishini ustasi. Mana shu yerga ham aytdingiz, 4 kishi ishladik deb. Mana o'zim 4 kishi. hayron qoldim. 4 kishi shuncha ishni qilib tashlabdi do'stlar, 10 kundan oshiqroq vaqtda. Ya'ni ham aytdingiz, 1-2 kun bekor qolib ketdagi mahsulotlar kelmay qolibdi. Ancha-muncha kamchilik bo'lib qolgandi. Shu narsani bartaraf qilguncha 1-2 kun vaqt ketib qoldi. Bu tez bitadigan ish ekanda bo'lmasam, ha? Albatta. Xo'p, obunachilarimizga bo'lsam, aytadigan gaplaringiz bo'lsa, Qo'ng'iroq qilinglar. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, ishlar sifatli qilib yetkazib beramiz. demak, necha kilogacha yuk ortsa bo'ladi? Eng o'rtasidan. Ha, hozir mana shu bitta dona firmasiga 500 kilo 58 ta firma bo'lgan. Ha. Har bittasi 500 kiloda ilsa bo'ladimi? Har bitta firmaga 500 kilodan ilsiz 50 ta firmada hisoblaysiz ham 25 tonna bo'ladi. İşimiz garantiyali. Demak, to'yxonalar tepasi ham shunaqa materialdan yopiladi, ha? Albatta. Chunki katta lustralar ilinadi. 1 tonnalik lustra ilganlar joylari bor. 1 tonnalik. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqarasizlar, qanaqa xizmatingiz bo'lsa, xullas 12 ta viloyatga xizmatlar qilib berishadi. Faqat kvadrat metrning chegarasi bor. Kamida 100 bo'lsa borishadi. Ishlari garantiyali, sifatli, tez. Eng asosiysi hamyonbop dedingiz. Bozordan mana shu narsani qilamiz desa, boshqa profillar qimmatga tushadi bo'lmasam. Qimmatga tushadi aka. Ancha. Ancha tushadi. Aytilmagan gaplarimiz qolib ketdimi bo'lmasam yana? Nimadir obunachilarimizga. Kamchilik bo'lmadi menimcha. Kamchiliklar bo'lmadi. Xo'p, biz bera olmagan qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, pastda akani telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, so'rab, bemalol ma'lumot olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Aka, sizga ham rahmat. Ishingizga omad. Xudo xolasa obunachilarimiz chiqsa, qo'lingizdan keladigan bitta qanaqadir bonus qilaylik. Nima qilib bera olamiz? Siz nomingizdan chiqsa, Xudo xolasa, dayyor bo'lgandan keyin 500 ming tushib beraman. Dayyor qilib, savdo qilib, oxirida aytinglar, Jahongir o'zidan chiqdim deb 500 ming so'm bonusini olasizlar yana bitta. Gap ketdi aka, Xudo xolasa. Rahmat aka. Sog' bo'linglar do'stlar.